Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensionerlar 2025 yil oxirigacha nimalarni qilib ulgurmasa, pensiya puli kamayishi, kechikishi yoki ayrim holatlarda vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Bu ma'lumot faqat bitta-ikkita odamga emas, pensiya olayotgan har bir kishi, pensioner ota-onasi bor farzandlar, vasiylar va yaqin qarindoshlar uchun ham juda muhim. Chunki ko'p yo'qotishlar odam qonunni bilmagani uchun emas. Oddiy hujjatni vaqtida yangilamagani, bank kartasini tekshirtirmagani yoki o'zgarishni tegishli joyga aytmagani uchun yuz beradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun sizga kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlar tekshiriladi? Bank kartasi, yashash manzili, ishlash holati, nogironlik guruhi, meros va ishonchnoma masalalarida qanday xatolar pul yo'qotishga olib kelishini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni qancha ko'p pensioner ko'rsa, shuncha ko'p odam o'z pulini asrab qoladi. Avvallari ko'p pensionerlar pensiya masalasini bir marta rasmiylashtirgandan keyin yillar davomida deyarli hech narsa qilmasdan pulni olib yurardi. Pensiya pochta orqali kelardi yoki bank kartasiga tushardi. Odam faqat har oy pulni olib kundalik xarajatiga ishlatardi. Hujjatdagi kichik xatolar yashash manzili o'zgargani, karta muddati tugagani yoki nogironlik ma'lumotnomasi qayta ko'rikdan o'tishi kerakligi ba'zan kech bilinardi. Hozir esa tizim ancha raqamlashtirilmoqda. Ma'lumotlar pensiya jamg'armasi, banklar, soliq organlari, FHDYO, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, migratsiya va boshqa davlat bazalari orqali solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan adolatni kuchaytiradi. Kimga qancha pensiya tegishi aniqroq hisoblanadi. Ortiqcha yoki noqonuniy to'lovlar kamayadi. Lekin oddiy pensioner uchun xavfli tomoni ham bor. Agar bazada ma'lumot noto'g'ri tursa, hujjat eskirgan bo'lsa, bank kartasi ishlamasa yoki odam o'z holatidagi o'zgarishni vaqtida bildirmasa, pul kechikishi yoki vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Men alohida ta'kidlayman, hamma pensionerlar puldan ayriladi degan gap yo'q. Lekin 2025 yil oxirigacha har bir pensioner o'z hujjatlarini, bank ma'lumotlarini, pensiya turi bo'yicha shartlarini tekshirtirib qo'yishi kerak. Chunki muammo ko'pincha katta qonun o'zgarishlari emas, mayda e'tiborsizlikdan chiqadi. Masalan, karta muddati dekabr oyida tugaydi. Odam buni bilmaydi. Yanvar pensiyasi tushmaydi. Yoki nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rik sanasi o'tib ketadi. To'lov vaqtincha to'xtaydi. Yoki o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishni davom ettirayotgani haqida ma'lumot bermaydi. Natijada to'lovda uzilish paydo bo'ladi. Birinchi navbatda pensioner o'z pensiyasi qaysi asosda tayinlanganini bilishi kerak. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, harbiy yoki idoraviy pensiya. Ijtimoiy nafaqa yoki boshqa to'lovlarning shartlari bir xil emas. Odam men pensionerman demak hammasi bir xil deb o'ylasa xato qiladi. Har bir turda hujjat talabi, qayta tekshiruv, yashash holati va qo'shimcha daromad masalasi boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan 17 yoshli ota oddiy holatda har yili nogironlik ko'rigidan o'tmaydi. Agar u faqat yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa, asosiy xavf bank kartasi, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, ishonchnoma hisob raqami bilan bog'liq bo'ladi. Lekin ilk guruh nogironligi bo'yicha pensiya olayotgan 28 yoshli opa uchun vaziyat boshqacha. Uning nogironlik muddati doimiy emas, ma'lum sanagacha belgilangan bo'lishi mumkin. Agar qayta tibbiy ko'rik sanasi 2025 yil noyabrda tugasa, u dekabrda hujjatini yangilamasa, keyingi oy to'lovda uzilish bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchi masala, bank kartasi va hisob raqami. Hozir ko'pchilik pensiyani plastik karta orqali oladi. Men pensionerlarga har doim aytaman, kartaning old tomonidagi amal qilish muddatiga qarang. Masalan, kartada M1/25 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2025 yil noyabr oxirigacha amal qiladi. Dekabrda pensiya tushishi yoki pul yechish bilan muammo chiqishi mumkin. Ba'zi banklar kartani avtomatik almashtirishni taklif qiladi, lekin pensioner bankka bormasa, telefon raqami o'zgargan bo'lsa yoki SMS xabarnoma ishlamasa, yangi kartani vaqtida olmay qoladi. Oddiy misol, 72 yoshli onaxon har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. Kartasining muddati 2025 yil sentabrda tugaydi. U baribir pul tushaveradi deb yuradi. Oktyabrda doriga 400.000 so'm kerak bo'ladi, bozorga xarajat 600.000 so'm.
kommunal to'lov 300 ming so'm. Bankomat kartani qabul qilmaydi yoki ilovada karta bloklangan ko'rinadi. Pul davlat tomonidan hisoblangan bo'lsa ham, odam amalda undan foydalana olmaydi. Mana shu ham pulni yo'qotishning bir ko'rinishi. Pul bor, lekin vaqtda ishlata olmaysiz. Uchinchi masala pasport yoki ID karta ma'lumotlari. Agar pensioner pasportini almashtirgan bo'lsa, familiyasi o'zgargan bo'lsa, tug'ilgan sana yoki ismda xato tuzatilgan bo'lsa, bu ma'lumotlar pensiya bazasida ham yangilanganini tekshirtirish kerak. Bazalarda ism bitta harf bilan farq qilsa ham, ba'zan to'lov, bank identifikatsiyasi yoki davlat xizmatlarida muammo chiqadi. Eski pasportdan ID kartaga o'tgan pensionerlar hammasi avtomatik bo'ladi deb beparvo bo'lmasin. Ko'p narsa avtomatik bo'lishi mumkin, lekin xatoni odamning o'zi ko'rib murojaat qilmasa, u xato oylar davomida turib qoladi. Men birinchi navbatda 2025 yil oxirigacha hujjat muddati tugaydigan pensionerlarga murojaat qilaman. Bank kartasi, pasport, ID karta, nogironlik ma'lumotnomasi, ishonchnoma, talabalar uchun o'qish ma'lumotnomasi, vasiylik hujjati, xorijda yashash yoki vaqtincha ketish bilan bog'liq hujjatlar tekshirilishi shart. Agar bu hujjatlardan bittasi muddati tugasa, odam men pensiyamdan butunlay ayrildim deb vahimaga tushmasin. Lekin to'lovda kechikish, qayta hisob-kitob yoki ortiqcha to'langan summani qaytarish talabi chiqishi mumkin. Ikkinchi xavfli guruh pensiyasini boshqa odam orqali olayotganlar. Masalan, keksa ota yura olmaydi. Pensiyani o'g'li kartadan yechib beradi. Yoki onaxon nomidan qizi ishonchnoma asosida bank ishlarini qiladi. Bu holatda ishonchnomaning muddati pensionerning tiriklik holati. Bankdagi vakolat va imzo masalalari aniq bo'lishi kerak. Agar ishonchnoma 2025 yil dekabrda tugasa, yanvarda farzand bankdan pul yecha olmay qoladi. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning kartasidan pul yechish qonuniy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Meros va dafn puli masalalari alohida tartibda rasmiylashtiriladi. Kartadan yashirincha pul olish esa keyin qarindoshlar o'rtasida ham, davlat organlari bilan ham muammo chiqaradi. Uchinchi xavfli guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensionerlar pensiya bilan birga ishlash mumkinmi? Pensiya kamayadimi? Qayta hisoblanadimi deb so'raydi. Men bu yerda umumiy maslahat beraman. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyingiz rasmiy ro'yxatda turibdimi? Ish haqi, soliq va pensiya tizimida to'g'ri aks etyaptimi? Buni tekshiring. Ayrim to'lovlar, ustamalar yoki imtiyozlar odamning ishlash holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Norasmiy ishlash esa keyinchalik staj, daromad yoki qayta hisoblashda isbot muammosini keltirib chiqaradi. Masalan, pensioner qorovul bo'lib oyiga 1 million so'm oladi, lekin rasmiy shartnoma yo'q. U keyin qo'shimcha staj yoki daromadni ko'rsatmoqchi bo'lsa, qo'lida dalil bo'lmaydi. 4-xavfli guruh. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasini olayotganlar. Bunda ayniqsa o'quvchilar va talabalar masalasi muhim. Bola 25 yoshga to'lgandan keyin o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, ayrim hollarda to'lov davom etish uchun o'qish haqida ma'lumot talab qilinadi. Agar talaba o'qishdan chetlatilgan bo'lsa, akademik ta'til olgan bo'lsa yoki o'qish shakli o'zgargan bo'lsa, buni yashirish kerak emas. Chunki keyin ortiqcha to'langan pullar qaytarilishi so'ralishi mumkin. Masalan, oyiga 900 ming so'mdan 6 oy ortiqcha to'lov bo'lsa, 5 million 400 ming so'm qarz sifatida chiqishi mumkin. Bu oddiy oila uchun juda og'ir yuk. Agar pensionerning yoshi bo'yicha pensiyasi tayinlangan, bank kartasi muddati hali uzoq, pasport yoki ID ma'lumotlari to'g'ri, yashash joyi o'zgarmagan, qo'shimcha shartli ustama olmayotgan, nogironlik muddati yoki talabalik ma'lumotnomasi kabi qayta tasdiqlanadigan holati bo'lmasa, vahima qilishga asos yo'q. Lekin men baribir yil oxirigacha bir marta tekshiruv qilishni tavsiya qilaman. Bu tekshiruv ko'p vaqt olmaydi. Bankka yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, ma'lumotlar to'g'riligini aniqlash mumkin. Ba'zan bitta savol keyingi 3-4 oylik muammoning oldini oladi. Yana shuni aytaman. Agar pensiya 1 oy kechiksa, bu har doim ham pul yo'qoldi degani emas. Sabab texnik bo'lishi, bank almashishi, hisob raqamida xato bo'lishi, hujjat qayta tekshirilayotgani yoki bayram kunlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin o'zi tushar deb 3 oy kutish eng katta xato. Birinchi oydayoq sababini so'rash kerak. Chunki vaqt o'tgan sari hujjat yig'ish, dalil topish, qayta hisoblatish qiyinlashadi. Eng ko'p uchraydigan nozik masala bu yashash manzili.
pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chsa, doimiy ro'yxati o'zgarsa yoki vaqtincha farzandinikida yashasa, pensiya ishida manzil ma'lumot to'g'ri aks etishi kerak. Ayniqsa, pensiya pochta orqali yetkazilsa, eski manzilga yuborilishi yoki yetkazib berishda chalkashlik bo'lishi mumkin. Bank kartasiga tushadigan pensiyada ham manzil ahamiyatsiz deb o'ylamang. Chunki ayrim xizmatlar va xabarnomalar ro'yxatdagi ma'lumotlarga bog'lanadi. Ikkinchi nozik masala telefon raqami. Ko'p pensionerlar bank kartasini farzandining telefon raqamiga ulab qo'ygan. Bunda xavf bor. Agar SMS kodlar, bank xabarlari, karta bloklash yoki tasdiqlash xabarlari boshqa odamga borsa, pensioner o'z pulini to'liq nazorat qilmaydi. Men farzandlarga ham ochiq aytaman. Ota-onangizning pensiyasi ularning mulki. Yordam berish boshqa, nazoratni butunlay olib qo'yish boshqa. Eng yaxshi yo'l pensionerning o'z nomidagi telefon raqami bo'lsin. Farzand esi kerak bo'lsa, bankka birga borib tushuntirsin. Uchinchi masala kredit va qarzdorlik. Pensioner bank kartasiga pensiya tushishi bilan ayrim qarzlar avtomatik yechilib ketishi mumkin. Agar pensioner oldin kredit olgan bo'lsa, kafillik bergan bo'lsa yoki kommunal qarzdorlik bo'yicha ijro hujjati bo'lsa, pensiyaning bir qismi ushlab qolinishi ehtimoli bor. Odam buni pensiyam kamayibdi deb o'ylaydi. Aslida sabab bank yoki ijro tizimidagi ushlanma bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner oyiga 1 million 800 ming so'm oladi. Lekin kartaga 1 million 300 ming so'm ko'rinadi. 500 ming so'm qayerga ketganini aniqlash uchun bankdan ko'chirma olish kerak. Ko'chirmada kredit, komissiya ijro hujjati yoki boshqa ushlanma ko'rinadi. 4-masala. Vafot etgan pensionerning oxirgi oylik puli. Qarindoshlar ko'pincha puli kartada qoldi, yechib olsak bo'ladimi deb so'raydi. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Pensioner vafotidan keyin uning nomiga tushgan yoki qolgan mablag' meros, dafn puli tegishli oila a'zolariga beriladigan to'lovlar orqali qonuniy rasmiylashtiriladi. Kartadan PIN kodni bilgan holda pul yechish keyin bas va javobgarlikka olib kelishi mumkin. To'g'ri yo'l, EXDYdan o'lim haqidagi guvohnoma olinadi. Pensiya jamg'armasiga va bankka murojaat qilinadi. Qanday to'lovlar tegishli ekanini yozma ravishda aniqlashtiriladi. 5-nozik jihat xorijga chiqish. Agar pensioner uzoq muddat chet elga ketayotgan bo'lsa, pensiya olish tartibi, bank kartasidan foydalanish, ishonchnoma, tiriklikni tasdiqlash kabi masalalarni oldindan so'rab qo'yish kerak. Chet elda karta bloklansa, telefon raqam ishlamasa yoki bank ilovasiga kirib bo'lmasa, bu juda katta noqulaylik tug'diradi. Masalan, pensioner 3 oyga Rossiyaga farzandinikiga ketadi, O'zbekistondagi SIM kartasi ishlamaydi, bank esa operatsiyani tasdiqlash uchun SMS yuboradi. Natijada odam o'z puliga kira olmaydi. Buni oldindan bank bilan hal qilish mumkin. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam: hujjatlaringizni stol ustiga qo'ying va muddatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, bank kartasi, nogironlik ma'lumotnomasi, ishonchnoma, vasiylik hujjati, talabalik ma'lumotnomasi, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganiga oid hujjatlar, bank shartnomasi va telefon raqami bilan bog'liq ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Har birining yo'niga qalam bilan amal qilish muddatini yozib qo'ying. Agar biror hujjat 2025 yil oxirigacha tugasa, uni oxirgi kungacha qoldirmang. Ikkinchi qadam: bankka boring yoki ishonchli bank ilovasi orqali karta holatini tekshiring. Kartaning muddati qachon tugaydi? Hisob raqam faolmi? SMS xabarnoma qaysi telefon raqamga ulangan? Kartada blokirovka yo'qmi? Pensiya tushadigan hisob aynan shu kartaga bog'langanmi? Shuni aniqlang. Bank xodimidan kerak bo'lsa ko'chirma so'rang. Agar pensiyangiz har oy turlicha tushayotgan bo'lsa, ko'chirmada ushlanmalar bormi? Komissiya bormi? Kredit yechilyaptimi? Bularni ko'ring. 3-qadam: pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Men tavsiya qiladigan savollar juda oddiy. Mening pensiya ishimdagi familiya, ism, tug'ilgan sana va pasport ma'lumotlarim to'g'rimi? Pensiyam qaysi tur bo'yicha tayinlangan? Qayta tasdiqlash talab qilinadigan hujjatim bormi? Nogironlik yoki boshqa imtiyoz muddati qachon tugaydi? 2025 yil oxirigacha men topshirishim kerak bo'lgan qo'shimcha hujjat bormi? Pensiya miqdorim qanday hisoblangan va ushlanma bormi? Bu savollarni og'zaki berish mumkin, lekin murakkab holatda yozma ariza berish yaxshi. 4-qadam: agar hujjatda xato topsangiz, darhol tuzating. Masalan, familiyada bitta harf noto'g'ri, tug'ilgan sana eski hujjatda boshqacha, pasport seriyasi yangilanmagan,
manzil eski turgan bo'lishi mumkin. Bunday xatolarni mayli ishlayapti-ku deb qoldirmang. Bugun ishlayotgan tizim ertaga boshqa baza bilan solishtirilganda muammo chiqarishi mumkin. Xatoni tuzatish uchun ID karta yoki pasport, pensiya hujjati, bank ma'lumoti. Kerak bo'lsa, FSHDdan ma'lumotnoma olib boriladi. 5-qadam, agar siz nogironlik pensiyasi, nogironlik bo'yicha qo'shimcha to'lov olsangiz, qayta ko'rik sanasini alohida yozib qo'ying. Tibbiy hujjatlar, davolanganlik haqidagi ma'lumotlar, shifokor xulosalari, tahlillar, ambulator karta va oldingi ekspertiza hujjatlarini oldindan yig'ing. Ko'rik sanasi yaqinlashganda shifoxonaga yoki tegishli tibbiy ijtimoiy ekspertiza tartibiga murojaat qiling. Eng yomon holat odam sanani unutadi, keyin to'lov to'xtaydi, keyin hujjat yig'ishga bir necha hafta ketadi. 6-qadam. Agar pensiyani boshqa odam yordamida olayotgan bo'lsangiz, ishonchnomani tekshiring. Ishonchnoma kimga berilgan? Qaysi bank amallariga ruxsat beradi? Muddati qachongacha? Notarial tasdiq kerakmi? Bank uni qabul qiladimi? Bularni aniqlang. Yura olmaydigan yoki kasal pensionerlar uchun uyga chaqirish, vakil orqali murojaat qilish yoki mahalla yordamidan foydalanish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Buni yashirib, birovning kartasidan PIN kod bilan pul yechish o'rniga hammasini qonuniy qiling. 7-qadam, ortiqcha to'lov xavfini oldindan bartaraf qiling. Agar pensioner ishga kirsa, o'qishdan chiqsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, bu o'quvchini yo'qotganlik pensiyasiga asos bo'lgan holat tugasa, yashash manzili o'zgarsa yoki pensioner vafot etsa, tegishli organga xabar berish kerak. Nega? Chunki tizim buni keyin baribir aniqlashi mumkin. Keyin esa siz 8 oy davomida ortiqcha pul olgansiz, qaytaring degan talab chiqishi mumkin. Oyiga 700 ming so'mdan taki oy bo'lsa, 5 million 600 ming so'm bo'ladi. Bunday qarzni birdan to'lash ko'p oilaga og'ir. 8-qadam. Barcha murojaatlaringizdan iz qoldiring. Agar ariza bersangiz, kirim raqamini oling. Agar bankka murojaat qilsangiz, ko'chirma yoki ma'lumotnoma oling. Agar hujjat topshirsangiz, qachon, kimga, qaysi hujjat topshirilganini yozib qo'ying. Oddiy daftar tuting. Unda sana tashkilot nomi, murojaat sababi, xodim aytgan javob va keyingi qadam yozilsin. Bu juda oddiy odat, lekin kelajakda katta bahsni hal qiladi. 9-qadam. Farzandlar pensioni ota-onasini yolg'iz qoldirmasin. Men bu gapni alohida aytaman, chunki ko'p pensionerlar bank, ilova, SMS, navbat, elektron tizimlardan qiynaladi. Farzand oyiga bir marta ota-onasining kartasi ishlayaptimi? Pensiya to'liq tushdimi? Begona yechimlar bo'lmadimi? Telefoniga shubhali SMS kelmadimi? Hujjat muddati yaqinlashmadimi? Shuni tekshirsa, ko'p muammo oldi olinadi. Lekin yordam shaffof bo'lsin. Pensioner qancha pul tushgani, qancha yechilganini bilishi kerak. 2025 yil oxirigacha hujjat yangilash, pensiya tekshirish, bank kartasi almashtirish kabi mavzular ko'paygani sari firibgarlar ham faollashadi. Kimdir telefon qilib pensiyangiz to'xtaydi, kodni ayting. Kartangizni yangilab beramiz, PIN kodni yuboring, qo'shimcha pul chiqaramiz. Oldindan to'lov qiling desa, ishonmang. Hech qaysi bank xodimi PIN kod, SMS kod yoki karta parolini so'ramaydi. Pensiya jamg'armasi ham telefon orqali maxfiy kod so'rab pulingizni saqlab bermaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni tugating, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki yaqin filialga boring. Pensionerlar ko'pincha davlatdan deyapti, demak rost deb ishonib qoladi. Firibgar aynan shundan foydalanadi. Masalan, 2025 yil oxirigacha pensiyangiz qayta ro'yxatdan o'tmasa, pulingiz kuyadi deb qo'rqitadi va SMS kodni oladi. Kod berilgan zahoti kartadagi pul yechib ketilishi mumkin. Shuning uchun eng muhim qo'yda kod, PIN karta raqami, parol hech kimga berilmaydi. Demak, 2025 yil oxirigacha pensionerlar eng avval hujjat muddati bank kartasi, pasport yoki ID ma'lumotlari, yashash manzili. Nogironlik yoki talabalik kabi qayta tasdiqlanadigan holatlar ishonchnoma, qarzdorlik va telefon raqamini tekshirib qo'yish kerak. Men buni qo'rqitish uchun emas, pulingiz o'z vaqtida va to'liq kelishi uchun aytyapman. Eng katta himoya bu oldindan tekshirish, yozma iz qoldirish va muammoni oxirgi kunga qoldirmaslik. Bugun shu videodan keyin kamida 3 ta ish qiling. Kartangiz muddatiga qarang, hujjatlaringizni tekshiring. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki bankka borib savol bering. Izohlarda yozing. Sizda pensiya kechikishi, karta bloklanishi yoki hujjat bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam beradi. Videoga like bosing,
kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onasi yoki yaqinlari bor odamlarga yuboring.